Yevropa Sharq Turkiston Ma'arif jamiyatiga qo'lma-qo'l yordam. Yevropa Sharq Turkiston Ma'arif jamiyatimiz Gollandiyaning jug'rofiyalik markazi Zeyt shahrida 10 yildan beri vatandoshlarga xizmat qilib kelayotgan tashkilot bo'lib, yillardan buyon ana til kurslari, kitob jurnal, til kompyuter kursuklari, oylik suhbat, leksiya, bayramlik faoliyatlar, milliy taom yarmankilari, Qur'oni Karimni tajvidga o'qish kurslari, tarovih namozi, et namozi, meyit namozi, iftorlik, yerlik xalq va turklarga davoni anglatish, hukumatga doklad sunish, har qaysi medialar bilan aloqa qurish qatorliq bir turli ishlarda izchil fidoi xizmatda bo'lib kelmoqda. Ma'arif jamiyati Sharq Turkistonliklar uchun Gollandiyada tunji bo'lib ishxona binosi setib olib, oltin qo'ziqni bo'zimonga qaqdi. Bu ishxona binosini rasmiy holda ishga kirishtirib, jamoatga texmo ozod xizmat qildirish uchun yordamingizga muhtojmiz. Yevropadagi donliq saxovat to'plash kanali Hasanat TV 7-8 dekabr kunlarida naq maydonda saxovat to'plash programmasi uyushtiradi. Sizlarni bu kanalga taklif qilamiz va qo'llab-quvvatlashingizni umid qilamiz. Allah assilab ajr bersin. Yevropa Sharq Turkiston Ma'arif jamiyati